Xayrli hammaga. Bugun bizda yana 3 ta mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi. Uchala mashinamizga ham bir xil qilib Alikapondan izotering furgon qilib berdik. 3 ta eshikli variant qilib, balandligini 1.60 razmerda choksiz variant qilib berganmiz. Xo'p, mashinamizga akkumulyator yashigi bor. 65 talik metan uстановка qilib berganmiz. Undan tashqari yonida gabarit chirog'i bor. Orqada oyoq qo'yadigan litsenziyamiz, orqa ko'rinishi, furnituramiz kalit o'zida qo'llanadi. Turbamiz nержавейка. Orqada ham gabarit chirog'i bor. Yon qismida esa ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashinamizning ham 3-eshigimiz. Ichkari qismi keladigan bo'lsak, ichini ham pon Alikapondan qoplab berganmiz. Xudo xolasa, mashinamiz tayyor hammasi bir xil qilib berganmiz. Agar sizga mana shunaqa furgon xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Pastdagi nomerlarga telefon olib kelaversanglar bo'ladi. Bonusiga esa mana shunaqa katta bokovoy, ikkita eshigini shumka qilib, salon qismiga yumshoq, sifatli chexol polik o'rnatib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar.